Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, mana bu yupqalarni ko'ryapsizlar. Voy. Shunaqangi chiroyli yupqa, xamirlari yupqa bo'lib chiqqan. Go'shtlari, nachinkalari rosa zo'r ko'ryapsizlar. Bu shu onaxonimizniki. Assalomu alaykum onam. Charchamayapsizmi? Shu onamizni necha yildan beri shu yerda sotadilar. Bir 40 yilga yupqachi bo'lsalar kerak, 50 yilga bo'lmasa, juda ham chiroyli qiladilar. Kelib bemalol xarid qilinglar. Necha pul yupqalaringiz? 12.000 10.000 sotaman. 12.000 sotaman. Voy. Mana paketda o'ralgan, faqat syomka qilayotgancha ochib turibdilar. Mana paketda o'ralgan. Hozir o'rab qo'yaylik. Tagida muzi bor. Kelinglar o'rtoqlar. Mana ozdapam ham chiqqanlar. Ozdapamni ko'k somsalarni yemabsiz, dunyo kelmabsiz. Bu yoqda qovo somsalari bor. Qovo menimcha yo'q bo'lsa kerak. Menga qarang ozdapa. Assalomu alaykum. Necha puldan sotyapsiz? Ko'k somsa, qovo somsalar 7.000 dan bo'lyapti. Bugundan chiqdi, mana xudo xolasa, hamma kerak bo'lgan odamlar kelaversin. Mana svejiyga yangi tayyorlangan. Ko'rdinglar? Qo'llarda perchatkalar bor. O'zimiz qilamiz. Mevalarimiz ham hammasi shu yerda. Barnopam ham shu yerdalar mana. Kelib bemalol olishinglar mumkin. Mana ko'ryapsizlar, gilos, urug'larni mehmonlar kutib olishga uyaltirmaydigan narsalar.